Aldanish, hikoya, shuhrat. Nima bo'ldi-yu vaqtida uylana olmadim. Yoshim o'tinqirab qoldi. Tepa sochim siyraklashib, chakkamda 3-4 ta oq tola ham paydo bo'libdi. So'ligan guldan asalari bol emmaydi. Bu to'g'ri gap. Bo'lmasa birorta qizga yoqib qolardim. Yo o'zim xushomad qilishni bilmaymanmi? Undoq emas. Atrof tevarakka ko'z qiri tashlab turaman. To'g'ri, bir xil bo'ydoqlar bo'ladiki, ulardan qizlar qochadi. Chunki unday bo'ydoqlarning muhabbati kech bahorda yoqqan qorga o'xshaydi. Bir yoqdan yoqsa, bir yoqdan erib ketaveradi. Meniki zinhor undoq emas. Men astoydil sevmoqchiman, sevilmoqchiman va sag'ana toshini bosgunimcha birga umr kechirmoqchiman. Bu gapim rost. Bunga ishonsa bo'ladi. Axir men shu yoshga kirguncha umrimni bekor o'tkazganim yo'q. 10 yillikni bitirib, armiyada 3 yil grajdanlik burchimni sharaf bilan o'tab keldim. Keyin o'qishga kirdim. Uni yaxshi baholar bilan tugatdim. Aspiranturada olib qolishdi. Mana bu yil 2-kursdaman. Xullas, mendan nazarimda kamchilik topib bo'lmaydi. Yigitmisan, yigitman. Bir jonon, sanama rasta qizning qo'ltig'ida yursam xijolatda qo'ymayman. Bir shoxda ochilgan qo'shoq gulga o'xshab ketsak kerak. Xuddi shu niyatda Nazokatxon bilan tanishganman. To'g'risi, men uni ko'z ostimga olib yurib, payti bilan tanishganim yo'q. Tasodifan tanishib qoldik. O'rtog'im Qosim qo'yarda qo'ymay yangi yilni birga kutishga ko'ndirdi. Qo'ysang-chi o'rtoq, senlar oilaviy o'tirish qilsalaring, oralaringda bug'doyga tushgan qoramiqday men nima qilaman dedim. Nima qilarding? O'g'lim Eldor bilan uch g'ildirakli velosiped minishasan dedi Qosim kulib. Keyin jiddiy davom etdi. Bunday odam yovi bo'lib yursang yuraverasan-da. Bo'ydoq degan o'tli shudli bo'ladi. Tomiringdagi qonmi, suvmi? Indan keyin bilasanki, men kiyimning yangisini, do'stlarning eskisini yaxshi ko'raman. Sen bilan biz eski qadrdonlarmiz. Po'latxo'ja qo'noqning teraklariga chumchuq bola izlab chiqqanlarimiz esingdami? Shundoq bo'lsa ham dedim bo'shashib. Unutma, turmush tasodifga kon. Ehtimol baxting shu kecha ochilar, dedi do'stim bir narsaga ishora qilgandek. Shu gapdan ko'nglim suv ichgandek bo'ldi. Yuragim bir orziqib tushdi. Tayinlangan kech bir juftgina 5 yulduzli konyakni Xitoy qog'oziga o'rab, o'rtog'imnikiga kirib bordim. Jamoat jam, faqat mengina yetishmagandek. Qosim menga joy ko'rsatar ekan tegishdi. Uzukka ko'zday yarashib turibsan, bormaymanmish. Bo'ydoq, sirimni fosh qilib qo'ygandan sal o'ng'aysizlandim. Qarshimda o'tirgan Xoldor, xunukkina juvon, yonidagi ko'rkam, yoshgina qo'shnisiga ma'noli qarab pastki labini tishlab qo'ydi. Qo'shnisi menga bir qaradi-yu, odob bilan boshini egdi. Hademay soat 12ning zangi urildi. Qadahlar jarangi xonani to'ldirdi. Qadahlar so'ngiga qadah ulangandek so'zlar ketiga so'z ulanib bordi. Biror soatlar o'tgach, hamma o'zi bilan ovora bo'lib qoldi. Birozdan keyin tansa boshlandi. Qosim mening bir chetda turganimni ko'rib, xotini bilan qarshimga keldi-da, kulib dedi: "Mana senga sherik, faqat senga ishonaman." Biz bir juft tansa tushdik. Undan keyingi musiqa juda tez harakat talab etgani uchun sherigim rozilik bermadi. Bir chetga chiqib tomosha qildik. Kelganimdan beri qarshimda o'tirgan, bir necha bor qadah urushtirishga ulgurgan boyagi Xoldor juvon hamrohi bilan bizdan sal narida gaplashib turardi. Bizning tansa tushmayotganimizni ko'rib oldimizga kelishdi. Har bir harakatidan nozu istig'no barq urib turgan ko'rkam qizning ismi Nazokatxon ekan. Qaysi mavzuda gaplashmaylik, u aralashmadi. Goh-goh tabassum bilan gapimizni tasdiqlab turdi. Faqat suhbat oxir bo'lib qolganda mendan so'radi: "Sizlarning institutga ham kirish juda qiyin-dir-a?" "Yaxshi o'qigan kishiga qiyinligi yo'q", deb kuldim. U ham yumshoqqina kuldi. Ko'zimiz uchrashdi. Uyalgandek tabassum bilan ko'zini yerga oldi. Shu mahal mening ruhimni bir narsa yoritgandek bo'ldi. Do'stimning xotini buni fahmladimi, har qalay bir narsani bahona qilib tashqariga chiqdi. Xoldor juvon birpas suhbatimizga aralashib turdi-da, u ham qayoqqadir ketdi. Tushunadigan kishining sadag'asi ketsang bo'ladi deb qo'ydim ichimda. Lekin u ketdi-yu, suhbat ham bo'lindi. Qosimning tomiringdagi qonmi, suvmi degani yodimga tushdi-yu, tashabbusni qo'lga olib gap boshladim. Qiz uyalib, qisqa javob berardi. Lekin uning bunchalik uyatchan emasligi ko'zidan ko'rinib turardi. Men bilardimki, bunday tortinchoq qizlarning ba'zilari ichidan pishgan bo'lib, keyinchalik ochilib ketadi. Shuning uchun uzoq mulohaza qilmay tansaga taklif etdim.
Avvaliga voy men tansa tushmasdim-ku dedi-da, keyin rozilik bildirdi. Epchillik bilan belidan ushlab davraga olib kirdim. U chakki tansa tushmas ekan. Uning yumshoq badani qo'limni kuydirgudek qizdirardi. Yaxshi tusharkansiz-ku dedim. O'yindan keyin tirsagidan ushlab bir chetga o'tarkanmiz. Voy zo'rg'a tushdim. 2 marta oyog'ingizni bosib oldim-ku, yaxshi emish dedi Nazokatxon tamanno bilan. Biz tansa tushib tursak bo'larkan dedim, uchrashib tursak bo'larkan degan ma'noda. U ham payqadi shekilli, past labini astagina tishlab ko'zini chetga oldi. Bu orada Xoldor hamrohi kelib qoldi. Ko'ngildan boshlangan suhbat bo'lindi. Men o'z jasoratimdan terlab ketgandim. Tashqariga chiqdim. Havo ochiq, yulduz chaman, tun sovug'i charsillaydi. Hovlida vaqtincha o'choq qurib osh qilayotgan oshpaz oldiga bordim. O'choqda olov gurillab yonardi. Zerikdingizmi? So'radi oshpaz. Biroz dedim beixtiyor. Aslida oyog'im shu yoqqa tortgan, lekin sababini aniq bilmasdim. Oshpaz suv qo'yib berdi. Olovning tapti yuzimga urardi. Birozdan keyin yelkasiga qorako'l yoqali paltosini tashlab Nazokatxon ham chiqib keldi. Meni nogoh uchratgandek, "Voy, siz ham shu yerdamisiz? Men sizni ketib qoldingiz deb yuribman" dedi. "Siz ketyapsizmi?" "Yo'q, shamollagani chiqdim. Uyni bir tutun bosib ketdiki, siz nima qilib o'tiribsiz?" "Qishning gulini tomosha qilib" dedim olovga imo bilan. "Qishning guli olov ekanmi?" kuldi u. "Bo'lmasamchi, ham o'zingizni, ham ko'zingizni yashnatadi." Olov ham o'z maqtovidan faxrlangandek gurillab yonar, Nazokatxonning kulcha yuzida tovlanardi. Men unga stulimni tutdim. U o'tirmadi. Qarshimizdan orombaxsh issiq urar, orqamizni muzdek tun sovug'i yalardi. "Sizlarning institutingizda o'qish 5 yil-a?" dedi birozdan keyin Nazokatxon uzilib qolgan suhbatni boshlab va javob olmayoq davom etdi. "O'qimay qolganimga achinaman. Hali yoshsiz, o'qisangiz bo'ladi. Itning keyingi oyog'i bo'lib-a, men tengilar institutni bitirib bo'lishdi. Ilm olishning erta-kechi yo'q." U o'zi haqida so'zlab berdi. 8-sinfni bitirgan yili otasi vafot etib, ro'zg'or unga qolibdi. Yana bitta ukasi bormish. O'zi univermagda ishlarkan. "Nahotki meni hech ko'rmagansiz? Eng hadavoy ipak kiyimliklar bo'limida ishlayman. Men sizni taniyman. Xosiyat opam bilan bir mahal kirgandingiz. Men ikkalanglar turmush qurgandirsizlar deb yurardim. U kishi boshqaga turmushga chiqqan ekanlarda, a?" dedi Nazokatxon ochilib. Keyin erkalanib dedi. "Baribir u kishi sizga bo'lmasdi." "Shunaqami? Sabab?" "O'zingiz ham bilarsiz, o'smoqchilamay qo'ya qoling" dedi u karashmali kulib. Lekin men hech narsa bilmasdim. Qayoqqadir ketgan oshpaz kelib so'zimizni bo'ldi. Nazokat "Sovuq yedim" deb qo'zg'aldi. Men "Sovuq bo'lsa nega yeysiz? Isitib yeng" deb tegishdim-da, u bilan birga yurdim. U meni to'xtatib, "Siz sal keyinroq kiring" dedi va shirin bir kulib uyga kirib ketdi. Butun kecha o'tguncha u menga ko'z tashlamadi, yoki tashlagan bo'lsa ham men uni uchratmadim. Qaytishda uni hamrohi Xoldor juvon bilan birga kuzatib qo'ydim. Tun sovuq edi. Nazokatxonning tivit ro'molga o'ralib olganini ko'rib tegishdim. "Ayamajizmi? Ayamajiz bo'lsa siz erkaklarga nima? Bosh yuvarmidinglar? Yuvsa nima? Kishining boshi titroq bo'lib qoladi" dedi Nazokatxon jiddiy. Men shunday moda bilan kiyingan yosh qizning irimga ishonganiga ajablanib ko'ziga qaradim. U rost deb yana tasdiqladi. Nazokatxon menga yoqib qolgandi. Kunlar o'tgan sari uning o'zidan ham xayoli shirin bo'la boshladi. Xayolimda aslidan ham chiroyliroq ko'rinar, yo'q fazilatlari ochilardi. Endi uning o'zi emas, u turgan ko'cha ham jozibali bo'lib xayolimdan o'tardi. Bir kun hatto tushimga ham kirib chiqdi. O'sha kuni darsdan keyin univermagga keldim. Odam ko'p, oldiga borishning iloji yo'q. Biroz kuzatib turdim. Odam biroz tovsildi. Yaqinlashdim. Yuragim eshitilgudek gup-gup urardi. Rangim o'zgargan bo'lsa ham ajabmas. Nazokatxon meni ko'rishi bilan qo'lidagi metrni o'ynab yozg'ira ketdi. "Hech ko'rinmay deb ahd qilgan ekansiz-da. 2 marta telefon qoqdim. Birortasida chaqirib berishsa qani? Nuqul qanaqa tanishlari bo'lasiz deb qih-qih kulishadi. Singillari bo'laman desam, u kishining singillari yo'q deb o'shqirishadi. Juda quloqlarini burab qo'ygan ekansiz-da. Shunchalik kerak bo'lib qolganmidim deb kuldim men. U nozlanib, "Bemehr" dedi. U bugun dadil edi, tortinmasdi. Men ham bo'sh kelmay uchrashuvga va'dasini olib qaytdim.
Buni qarang, xuddi o'sha va'da kuni ertalabdan yomg'ir yog'ib, tushdan keyin rosa avjiga chiqsa bo'ladimi? Ta'bim xira bo'lib ketdi. Baxtimdan nolidim. Uning kelishiga gumon qilib qoldim. Shunday bo'lsa ham bordim. Ne ko'z bilan ko'rayki, kutib turibdi. Men andak kech qolibman. Soatlarimiz turlicha yurarkan. Biroz gaplashib turdik. Keyin kinoga kirmoqchi bo'ldik. Yomg'ir hamon yog'ardi. Men uni avaylab zontikni deyarli uning boshi ustida ushlab borardim. Qo'rqmang, qog'oz gul emasman, dedi u kulib. Shu bo'ldi-yu, goh-goh kechqurunlar uchrashadigan bo'lib qoldik. So'zlarimizga muhabbat shakari sepila boshladi. U endi meni qayerdan topishni bilardi. Bir kuni xalq kutubxonasida mutolaa qilib o'tirardim. U juda yasanib-tusanib kelib qoldi. Pardoz boshqacha. Qo'sh qamchiday bir juft ulama soch taqim o'padi. Turmush tashvishidan xoli bo'lgan yosh qizlardek mayda qadam bilan dikillab keldi-da, qoshimda to'xtadi. Muncha kitobga mukka tushmasangiz, moya chiqadimi? Sog'liq ham kerak. Tashqarida biram ajoyib havoki, yurgan sari yurging keladi. Shuncha mashq qilganingiz yetar, dedi, ming bir karashma bilan atrofga atir hidlarini taratib. Mashq qilib boyitib turilmagan ilm suvning bug'lanishiga o'xshaydi, yaxshi qiz. Biror yildan keyin hech narsa qolmaydi. Bugungisini xolodilnikiga solib qo'ya qoling, bug'lanmas, chiroyli kuldi Nazokatxon. Tashqariga chiqqach, u meni murti shaftoli tuklaridek endi sabzi urgan bir o'smir bilan tanishtirdi. Ukam, bu bechoraning yaqinda yetuklik attestatiga imtihoni boshlanadi. Biroz dam olsin deb ola keldim. Indan keyin siz bilan tanishib qo'ysin. O'qimishli kishilarni yaxshi ko'radi. Kun chindan ham yaxshi edi. Bahor ko'kragi to'lib nafas olardi. Kurtaklar labida erka tabassum, ariq bo'ylarida barra o't. Bu kishi, dedi yo'lda Nazokatxon menga ishora qilib ukasiga. Sen yaxshi ko'rgan institutda aspirant, o'qituvchi. Ehtimol seni ham o'qitarlar. Unda ishing besh bo'ladi. Shunday emasmi? So'nggi savol menga qaratilgandi. Hazilga oldim. Yaxshi o'qisa albatta besh bo'ladi. Undan sal pastroq o'qisa besh qo'ya olmaysizmi? Men uchun kulib o'ziga yarashgan nazokat bilan, dedi Nazokatxon. Men nima deyishimni bilolmadim. Baxtimga qarshidan o't o'chiruvchi mashina g'ayritabiiy hayqirib o'tdi-yu, fikrimizni bo'ldi. Gap chalg'idi. Uchalamiz konsertga kirdik. Qaytishda ularni kuzatib borarkanman, Nazokatxon ukasiga dedi. Mulla akangni yaxshi tanib oldingmi? Ha, tanib ol. Qo'y boradi qo'zi bilan, bir-birining izi bilan. Etaklardan mahkam ushlasang bo'lgani. 3 kun o'tgach univermakka kirsam, Nazokatxon oldida bejirimgina bir xotin turibdi. Ikkisi nimanidir pichirlashardi. Nazokatxon meni ko'rsa ham so'zini bo'lmadi. Bosh irg'ab qo'ya qoldi. Oxiri xotinning qo'liga xayrlashgan kishidek bo'lib, yashirincha bir narsa qistirdi. Bir chetini ko'rib qoldim. Chek. Bejirim xotin uzoqlashgach, Nazokatxon izoh berdi. Ukam o'qiydigan maktab direktorining xotini. Bir narsa iltimos qiluvdi. Bugun mavridi kelib qoldi. Oila boshlig'i bo'lganingdan keyin qiyin. Ukam bechora qiynalmasin, bitirib olsin deyman. Ma'yuslangan simon so'zladi u. Keyin kulibgina qo'shib qo'ydi. Shunaqa Nosirjon aka, burga tutish uchun ham barmoqni ho'llash kerak. Bu gap o'ziga ham g'alati tuyuldi shekilli, gapni boshqa tomonga burib yubordi. Hay, mana bulardan bir kiyimlik olib qo'ysangizchi kelinoyimga. Keragida izlab topolmaysiz. Vaqtida kiyadiganning o'zi bilan tanlarmiz. Osh ham egasi bilan shirin. Yo'q bo'lib ketsa siz bor-ku. Keyingi jumlani uchuruq qilib aytdim. Nazokatxonning bugungi xatti-harakati ko'zga tushgan oqdek menga g'alati ko'rinib ketdi. Tezroq chiqib ketkim kelib qoldi. Lekin nimadir ushlab turardi. Nazokatning ko'ziga qaradim. O'sha Nazokatxon. Balog'atga yetgan qizlarga xos husn bilan porlab turibdi. Boyagi gapni aytgan u emas. Ichki bir tovush menga qayoqqa borasan shunday qizni tashlab, kimda nuqson yo'q deb hayqiradi. Oyog'imdan darmonim quridi. Ana shunda uning muhabbati yuragimga qo'rg'oshin bo'lib quyilib ketganini butun vujudim bilan his etdim. Uning nuqson bo'lib ko'ringan xislatlari ham dabdaba bilan ko'kdan tushib, bir necha daqiqada erib ketgan do'l donalariga o'xshardi. Menga uning nuqsoni hech gapmasdek tuyuldi. O'zimni sovutdim. Tarbiyalab olaman. Tarbiya taqani to'g'rilaydi. Bahorning qanaqa qilib o'tib ketganini bilmadim.
Kishi baxtli, shod hayot kechirsa shunaqa bo'ladi. Aspiranturaning 2-kursini ham muvaffaqiyatli tamomladim. Biroz qimizxo'rlik qilib dam olib kelish maqsadida Qirg'izistonga jo'nadim. Kelishimni kimdandir eshitgan Nazokatxon guldasta bilan kutib oldi. Siz xabar qilmasangiz ham chiqdim. Simsiz telefonimizda hammasini bilamiz. Chindan ham u hamma narsadan xabardor edi. Kechqurun ko'lda sayr qilib yurarkanmiz, meni institutga kiruvchilardan imtihon olishga tayinlanganim bilan tabriklab, men juda xursandman. Bu katta ishonch, obro'y, baxt. Do'stingni baxtli ko'rmak o'zi bir baxt, dedi. Uning bu quvonchining siri bir haftadan keyin bilindi. Ukasi shu institutga ariza bergan ekan. Bu orada Nazokatxonning shirin so'z, mehribon bo'lib ketganini asti qo'yaverasiz. Soyamga salom berardi. Mehribonlik muhabbat elchisi degandek, men soddaning mehri unga borgan sari oshib borardi. Hatto bir kuni u menga bir ukraincha ko'ylak sovg'a qildi. Bu yangi nusxa emish. Yana bir uchrashuvimizda ukasining institutga kirishiga ko'mak berishimni so'radi. Jonim bilan, dedim men. Konsultatsiyalarga kelib tursin. Kitoblar kerak bo'lsa marhamat. Mening javobim u kutgandek bo'lmadi. Nazokatxon o'zgarinqiradi. O'zi nimjon, biroz dam olsa, institutda o'qish kuch, orqasidan bir amallab yuborishning iloji yo'qmi? Hoynahoy hamma o'qituvchilar tanishingiz, o'rtog'ingiz. Men lol bo'lib qoldim. O'z quloqlarimga ishonmasdim. Bu iltimos bo'ynimga osilgan tosh bo'lib boshimni egdi. Oldimda 2 masala turardi. Yo oshna og'aynigarchilik, yo haqqoniyat, to'g'rilik. Keyingisi yengdi. Ochiq aytib qo'ya qoldim. Bu ish yaxshi emas-ku, Nazokatxon, bu qo'limdan kelmaydi. Shu gapni zo'r bilan aytdim-u, ko'z oldimdan uning ukasi o'qigan maktab direktori xotinining chekli qo'li o'tdi. Nazokatxon birdan men tanimas holda o'zgarib ketdi. Burun kataklari kengayib oqardi, qoshlari chimirildi, lablari cho'chchaydi. Nokas tarog'lik bo'ldi, tarog'i kerakli bo'ldi, deb bir o'shqirdi-da, shartta burilib orqasiga qaramay yurib ketdi. Men o'z o'ljasi qo'lidan uchgan ovchiday ortidan termilib qoldim. O'z ko'zlarimga ishonmasdim. Ertasiga ko'chada ko'rdim. Teskari qarab o'tdi. 3 kundan keyin bir bola kelib, u sovg'a qilgan yangi nusxa ukraincha ko'ylakning pulini so'radi. 1956-yil.